Bu videoni homilador va ochoqpat do'stlarimiz ko'rmasligini tavsiya etaman. Videoni oxiridan ko'rsangiz, zo'r ovqatlari sizga reklamatib ko'rsatib beraman. Ibida esa har xil turlari bor. Men hozir Xo'ja kabobga keldim. Ya'ni Xo'ja kabobi Hazarasda yo'q ekan buncha kabob. Maqtadlar, qani yeb ko'rib bahosini beramiz. Men eng yaqin tarafi ilkalari vaji o'tirib qo'ydi ekanlar. Sizlar ham kelishni tavsiya etaman. Yeb ko'risham aytaman. Bismillah. Ko'rganingizdek, assortiment nonlarning ham har xil turlari bor ekan. Beri kimlarga tavsiya etaman? Oilaviy kelib ovqatlanishni tavsiya etaman. Bir adresini aytadigan bo'lsam, saxonaga yaqin ekan, bir shifoxonaga yaqin ekan. Ya'ni siz uyingizda biron bir ish bilan bo'lsangiz ham, bilan telefon turib, dastlabki etib, urxonadami, shifoxonadami yotgan bir donishingizda shuninglarni dastlabki etib oldirsangiz ham bo'laveradi ekan. Ya'ni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Gap bo'lishi mumkin emas. Kelib ko'rishingizni tavsiya etaman. Ha, yana bir gap. Beri bardak choyi umuman boshqa yerda yo'q ekan. Bir marta kelib ichib ko'ring, bahosini bak ko'ring. Keyin ko'ramiz. Bundan keyin bardak choyimni ichib ko'ramiz. Qasqassasidan bir yeb ko'ramiz. Bismillah. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir kino yodimga tushdi. Ash kinoni shunday oldin yozib qo'ying. Qaysi kinolardan? Bular bahosi chasonim deb qiziqadiganlar bo'lsa, bahosi 105 ming so'm atiga, endi o'sha durishini o'zi 105 ming so'm pul oladi. Bay. Menga qara. Dahshat qo'y. Bularga dum ortiqchalik atadi, ayniqsa geysda. Lekin sizlarga tavsiya etaman, ichini go'shtina, boshqasina hammasina javob zo'r. Men ko'plik aytadi, lekin to'g'risi, men uchun figurada yurgan odamman, hamma biladi. Bardak choyini maqtadlar berib, ichib ko'rib bahosini beramiz. Ben o'zim Hazarasda ko'p edi ichib yuribman, hammasini ko'ramiz. Ichib olgan. Ta'mi boshqacha. Ichine solinadigan hammasi boshqa yerdan kelgan o'xshaydi-da. Lekin sirini aytmayman dedilar, qani ko'ramiz. Lekin ta'mi boshqacha antika ta'mi. Boshqacha kelib ichib ko'rishingizni tavsiya etaman. Bahosi 40 ming so'm ekan. Bunisini ko'ramiz. Yomon ketadi-ku be. Dahshat-a? Zo'ra? Вообще. Bunun bahosicha? Buni bahosi hammada 50, lekin bizda 40 ming so'm atib qo'yibmiz. 40 ming so'mdan. Ha. Bo'lsa halqa bo'lsin. Bismillah. Shirinligina gap yo'q lekin. Shirinligina zo'r etgan ekanlar. Bular esa 15 ming so'm ekan. Bu lekin bardak choyini ta'mi boshqacha ko'roq ekan. Bir ichib ko'rishingizni tavsiya etaman. Boshqacha ekan. Men Hazaras o'zimdan ham 3-4 yil ichib ko'rdim. Lekin bardak choyinda gap bor. Siri bor bir sir. Xo'ja kabob asoschisi Sulaymon ham o'zidan so'raymiz. Ag'a, ovqatlaringizni yeb ko'rdim. Dahshat gap bo'lishi mumkin emas. Bir nechadan nechagacha ishlaydi? Azonki 7dan kechki 11-11:30dan xizmat ko'rsatib turibmiz. Bilasiz, mana auditoriyam butun bozorchilar. Tamam. Bozorchilar kelsa zo'r bahoda skidka aytib berib bilasizmi? O'zim ham shu bozorda katta bo'laman. Qo'limdan kelgancha skidkada aytib beramiz. Bo'ldasa, ishingiz rivoj. Rahmat, sog'lik, omon bo'ling.